Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilar, yana bir xudo xolasa bir fazli xonadonga keldik. Bu xonadonimizga chaqmoqchimiz. Inshaalloh mana materiallarni olib kelib ishlarni boshladik xudo xolasa. Video davomida qo'yib turamiz xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Bizni kuzatuvchilar, assalomu alaykum. Mana inshaalloh xudo xolasa xarni ko'tardik. Bu xarimiz uzunligi o'xshi 21 metr bo'ladi. Balandligi 3,5 metr bo'lyapti inshaalloh. Bizni kuzatuvchi aziz aka opa singillar. Mana inshaalloh namozda arkamizni ko'tarib oldik. Endi tepasiga abrsutdan qo'ysak, burchak gullarni qo'ysak, xudo xolasa tayyor xudo xolasa. Tomonini qo'yamiz. Oldidan ko'rinishi ham dahshat bo'ladi xudo xolasa. Nazlar xudo xolasa burchak gullarni ham qo'yib oldik. Endi inshaalloh bakrashga kelamiz. Shu bakrashgan ustiga yopsak, xudo xolasa kiraskalari ham bo'ldi. Buni uzuni hammalar aytib o'tganmiz. Oldin ham yana bir qota eslatib o'tamiz. Uzuni 21,5 metrga 5,5 metr. Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar, mana inshaalloh xudo xolasa Tepao'rg'ondagi Fayzli xonadagi arkamiz bitta inshaalloh. Mana operator tepalardan olib chimalardan ko'rsatib qo'ying. Mana inshaalloh xudo xolasa uzuni 20 metr, kengligi 5,5 metr arkamiz bitta. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, profilda nomerlar bor, video tagida shu nomerlarga yozaverasizlar, aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatlarimiz chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Bu arkamiz 4:2 profil bilan lazerli lista bo'ldi. Bu nimasi har bilan stoygasi 4:4 profil i lista, lazerli lista bo'ldi xudo xolasa. Tomini o'zida ko'rib turganlaridek bakrashlar bilan yonatdik. Bunaqa xizmatlar olmaydi. Yo'qsa kimga bunaqa arkalar, yo bo'lmasa bunaqa so'rilar, hanchaliklar, yo bo'lmasam so'rilar, yo bariya shunaqa xizmatlar bo'lsa, nima xizmatlar bo'lsa, profil tagida nomerlar bo'ladi, video tagida shularga aloqa chiqarasizlar. Biz xizmatdamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.